Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Bugun sizlar bilan dangasini qiladigan tomat qilamiz. Vashshi oson qilinadi. Sizlar menga rahmat deysizlar. Buni oldinroq nega o'rgatmagansiz deb aytasizlar inshaalloh. Shunaqa bolgarskiylarni tozalab, hammasini yuvib, keyin pomidorlarni ham shunaqa tozalab yuvib, hammasini keyin bitta idishga solamiz, hammasini-da. Keyin buni tagini past olovda qaynatib qo'yamiz. Shu suvlari chiqib, hammasini pishib, yumshoq bo'lishigacha ozgina pishirib, qaynatib qo'yishimiz kerak. Keyin qaynayotgan paytida обязательно aralashtirib turinglar orasida, chunki tomatni bilasizlar, tez tegini olishi mumkin. Keyin mana shunaqa chesnoklarini ham shunday ichiga sovarasizlar. Oddiy, to'rashinglar ham shart emas. Aytayapman, dangasalarniki deb. Pishib, mana bunaqa yumshoq bo'lib, suvlari chiqadi. Ezilib pishgandan keyin уже sizlar uni blender qilsanglar bo'ladi. Keyin blender qilasizlar yaxshilab, oxirigacha, что ichida komochkalari hech narsasi qolmasligi kerak. Даже вот chesnoklari ham yumshoq bo'lib pishib qolgan bo'ladi. Blender qilsanglar hammasi ezilib ketadi. Xuddi magazinlarda ittifoq bo'ladi-ku, tomat. Xuddi o'sha tomatga o'xshab, yumshoq, kashaобразный такой tomat bo'ladi. Ovqatga solganingizda chesnoklar, inaqalari, zelenlari aylanib yurmaydi. Rizsi zo'r bo'ladi. Buni blender qilib bo'lganingizdan keyin shunaqa suyuqroq massa hosil bo'ladi. Buni ko'proq qaynatgandan keyin quyiladi. Xuddi shunaqa ko'rinishga keladi. Buni keyin sterillangan bankalarimizga solib chiqamiz. Buni sterillangan bankalarga solishni уже hamma biladi. Dangasa ayollarga, qizlarimizga yuvorib qo'yish esingizdan chiqmasin.